Ay dostum ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz foydasini bilyapsiz, to'g'rimi? Sizga ham bilindi hoji aka. Sizga endi ruxsat berdi doktor, to'g'rimi? Sizga ruxsat berdi. Foydasi yaxshi bo'lyapti hoji aka. Xudo xolasa ham akamiz Farg'onadan, akamiz Namangandan bo'lyapti aka, foydasi xudo xolasa. Yaxshimi? Akamiz uzoqdan kelgan mehmonimiz. Qalay? Ha. 10 kundan keyin kelib, xudo xolasa işte. Favor akamiz ham bor, uchuvchisiga mana. Zaman ham xolasa ketdi. Kelaveraman, avvalo kasal bo'lmagan kelaveraman. Xudo xolasa bunlar joydagi Başta yarı yürüyüş bilen hemen görüşüp bular ikkinchisi, birinchisi ko'pchilik ko'pi birinchi marta kelgan ekan. O'tkazsa ikkinchi kursda kelganlar 3 kishimiz ekan. To'xtama toki yurak uryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham. Ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Islasang topilar har mushkulga iloj. Gar zamonga boqmasang, boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam ma'lum aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan asrasin Xudo. Har so'zingni buguncha shunda ertangi kun sening rahmat ketdi. Yaxshi niyatda kelganmiz. Allohim shifo beradi. Xonadonlarga beradi.
oilalarga sog' salomat omon eson Allohim Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat, xushki.